19-cı qism. Vay, hazır bo'lmaydi yezna. Men og'rib qoptiman. Bundaq vaqtda ikkimiz bundaq ish qilsak bo'lmaydi. Aldirab ketma. Vaqt uzun. Siz ishni bitirib bo'lgandan keyin o'z roziliqim bilan sizning oldingizga kelaman. Dedi u bo'ynimga esilib erkalab turib. Uning "Men og'rib qoptiman" degan gapini anglabla o'tdek qizg'inliqim nalagido g'oyib bo'lib, uning kiyimlarini soldirmoqchi bo'lib turgan qo'llarim joyida to'xtab qoldi. Amaliyotda sizlar erkishlarning hammasi o'xshashgansizlar. Og'zinglarda vafodorlikni, sadoqatni tushirmaydi ekansizlar. Qaraganda siz to'g'riliq bo'lgan gaplar yolg'on o'xshaydi. Qanday qiladikin deb surkishib qo'ysam, suyingizni eqitib halingiz qolmadi. Bo'ldi, bu ishlar mushu yerda qolsin. Men sizning yuzingizga selib yurmay. Men topshirgan ishlarni vaqtida bajarsangiz, Nilofar bilan ikkinglar o'rtasidagi ishni men o'zim joyida hal qilaman. Yana bir gap, endi xalqdan yiroq turing. Bu o'zingiz uchun, shundaqla men uchunmi yaxshi. Sal turib men sizning hisobotingizga 50 million urib yetaman. İşlardan çataq çıkmasın. Eğer de çataq çıkıp qalsa, barlıq məsuliyyətə özünüz ega bolasız. Saniye şundaq degeniçe xuddi quyruq yo'g'in sog'liq qo'ydak sag'risin to'lg'ab yotoqdan chiqib ketdi. Saniyaning gaplari bilan bayotinqi o'tda qizg'in hissiyotim nalagido g'oyib bo'lib, hozir butun xiyolim Nilofarda edi. Garchi bayotin uning achchig'im kelgan bo'lsa-mu, qarab turib bir balaning jiniq zamin bo'lish oldida turayotganimga ichinib. Agar bu ishlar necha oyning oldida yuz bergan bo'lsa edi, ishkilinib turmasdilla uning qanday qiz bo'lishidan qat'iy nazar mas'ul bo'lgan bo'lardim. Lekin hozirgi vaqt uningga tubdan o'xshamaydi-da. Men qadirmachi xiyollar ilkida yotoqdan chiqib turishimga telefonimga uchur keldi. Uchurni ko'ribla ko'zlarim o'ynab, ko'nglimdagi andishli xiyollar nalagido g'oyib bo'ldi. Chunki Saniya gapida turib 50 million pulni undarimga etib bergaydi. Endi bir amallarni qilib, subat hisoblab chiqargan hisobotni o'zgartirishim kerak edi. Buning uchun subatning kompyuterga kirmay turib o'zgartirib bo'lmaydi. Atsa atganda intizorning mashinasini haydab shirkatga yetib bordim. Bu intizorning menga bergan taklifi edi. Chunki men direktorning kuyovli bo'lgandan keyin o'z oldimga bir mashinam bo'lish kerak ekan. Shuning uchun intizorning mashinasini vaqtliq ishga berib keldiganga ishlatib turdigan bo'ldim. Mening hashamatlik mashinani haydab kelganimni ko'rgan xizmatdoshlarning ba'zilari havas qilsa, yana ba'zilari hasad qilishib, birsi-birsiga meni ko'zitib kusurlashib, bir nimalarni deyishib, g'ayvatni boshlayotgan edi. Ularning men to'g'riliq nimalarni deyishi bilan mening nima korim deysizlar. Chunki bizlar azaldan shundoq kelamiz. Boshqalarning o'zimizdan eshib ketishini hargiz xohlamaymiz. Qarshi olamiz ya. Mardon lideri sizni Kasimen bilan ko'rishsin degan edi. Dedi Tursunay tabassum bilan. Bugun u qiynoq girim qilgan bo'lib, uni bilmagan odam hargizmi bir qitim to'y qilib ajrashgan deb o'ylamaydi. Rahmat Tursunay xonim. Yaxshi turayotgansiz. Aldirishchilik sababidan sizga rahmatimni bildirammidim. Lekin bir kuni cho'qim ko'nglimni bildirib, ko'nglingizni ilib olaman. Dedim, uning badanidan tarilayotgan xushbiroqdan vujudim larzik kelib. Aytingiz ya. Mening ko'nglimni qanday qilmoqchi? Bu maxfiy. Vaqt kelganda bilib qolasiz. Ha, rost. Sizga bir loyiq deb qo'ydim juma. Dedim uning bilan chiqishib. Voy, mundaqda siz nimandaq yaxshi? Ayting, o qaysi talaylik yigitga? Dedi u bir qo'li bilan og'zini tutib kulganicha. Sizga dedim-ku, hozircha maxfiy. Vaqt kelganda bilasiz. Men shundoq deb uning bilan birdam chaqchaqlashib, kayfiyatimni tangshigandan keyin liderning ishxonasiga kirib keldim. Mardon lider kompyuterga qarab qo'shimiz turilgan holda xiyolga cho'kkan bo'lib, men kirishim bilan
darhol chiroyidagi mayuslik ifodasining o'rniga tabassum yugurtib meni qarshi oldi. Ha, keling o'g'lim, bu yoqqa o'ting. U shundoq degunicha meni yendiki o'ringa boshladi. Dada, sizga birash bo'lmagandi? Dedim men uning kayfiyatidagi normalsizlikni sezib. Ha, nemisini deysiz o'g'lim? Bu qitimqi qilmoqchi bo'lgan ishimizda raqobat bekli kaskin. Bizdan boshqa cho'ng kichik bo'lib, 10 necha shirkat bu ishga ko'z tikib turyotidi. Bizdan ozroqli savallik ko'rilsa, butun planimiz yo'qqa chiqadi. Bu qurilish bizning shirkatimiz uchun bek muhim. Shunlashqa ko'p o'ylanish orqali bu ishlarni bajarishda sizni muvofiq nomzod qilib tanladim. Hozir yig'inga yana 2 kun qoldi. Sobat bilan ikkinglar bugun 2 kun vaqtni chang tutib bu ishni bittiringlar. U shundoq degunicha qurilishning butun tafsiloti tafsiliy yozilgan bir hujjatni mening oldimga qo'yib, ko'rib chiqishimni topildi. Men u ta'minlagan materialni ilib, xo'shlashib chiqqandan keyin Subatning ishxonasiga kirib keldim. Subat ishlayotgan ishxona xeyli cho'ng bo'lib, necha vaqtdan beri bu ishxonada u yolg'iz xizmat qiladi. Mening kelishimdan xabar bo'lg'achqa bu ishxona ichiga yana bir xizmat ustuli qo'yilgan bo'lib, mening xizmat qilishimga hozirlangan edi. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Dedim men eshikdan kiribla kompyuterdan beshini ko'tarmasdan bir narsalarni qilayotgan Subatga qo'l tanglagach. Ha, yaxshi. Xo'sh gapsiz. U shundoq degunicha men bilan qo'l ilishib ko'rishgandan keyin yangidan hozirlangan xizmat ustulini ko'rsatib, uni men uchun tayyorlaganligini, mening o'zi bilan xizmatdash bo'lganligidan xush bo'lganligini aytib, bir talay yog'lim gaplarni qilib o'tdi. Chunki men hozir liderning kuyovli bo'lg'achqa, uning menga yaqinchilik qilishi tabiiy ahvol edi. Subatjon, ishlar nerdan nagich bo'lyotdi? So'radim men kompyuterimni ochqach. Necha qitim hisoblab chiqdim. Asosan tutib qoldi. Men maxsus mush kasbda o'qigan. G'alaba qozonishimizda ishonchim bor. Qani, avval siz ko'rib yiqing. Dedi u aktivlik bilan hisoblab chiqqan sonlarni menga ko'rsatib. Garchi mening kompyuter texnikam uningdan yuqori bo'lsa-mu, lekin u qilayotgan ishlarni faqatla tushunmaydim. U ko'rsatgan sonliq ma'lumotlarga qarab cho'chib ketdim. Ko'z oldimda 10 necha xonliq son qator tizilib turadi. Shundala soniya orqali menga bu ishni topshirgan shirkatning nemishqa bir munch pul xajlab bunda qilmoqchi bo'lganligining sababini endi bilib yetdim. Va tuyuqsiz kallamga bir aql keldi. Agar oshsonlarga chandurmay yana bir son qo'shib etsam, planim mukammal bo'lgan bo'ladi. Lekin buning uchun Subatning kompyuter sistemasiga kirib, chandurmasdan sonliq ma'lumotlarni o'zgartirib, barliq mas'uliyatni uningga ortib qo'yishim kerak edi. Garchi bu ish mening vijdonimga xilof bo'lsa-mu, shunday qilmay amal yo'q. Chunki buning badaliga oladigan pulim oz bo'lmasa, intizor bilan ikkimizning ishi mayli boshqa chiqsin yoki chiqmasin, menga iqtisod lozimda. Har qancha bo'lsa-mu, ayol kishiga beqinib yashash yaxshi emas. Sizningcha mush hisobotingiz mukammal bo'lganmi-da? Siz hisoblab chiqqanni boshqa shirkatlar hisoblab chiqqanmasmi? So'radim men uning o'ziga bo'lgan ishonchisini yana bir qitim sinab boqmoqchi bo'lib. Buningga mukammal deb ishonch qilolmayman. Lekin shundaqdimi har holda u turni qo'lga keltirishimizga ishonchim bor. Bu bir qitimli emas. Buningdan burun shundoq bir ishda mening hisobotim ularninkidan jiq farqlanib ketmagan. Bugun bilan qo'shib yana 2 kun vaqt bor. Agar sizning o'ylaganlaringiz bo'lsa, o'rtoqlashib baqsaq bo'ladi. Amaliyotda boshqa shirkatlarmi bizga o'xshash hisoblab chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin ularning bir ishga sal qarshi aniq. U shundoq degunicha qurilishning chirtyojini ichib, ko'rsatgach gapini davomlashtirdi. Mana bu yerga qarang. Amaliyotda bu chirtyojni sizib chiqqan odam ba'zi yerlardan ketkizib qo'ygan. Men buningga ozroq tuzatish kirgizib, teximni mukammal qilib qo'ydim.
men qurilish qilmoqchi bo'lgan yerga berib, yer sharoitini tafsiliy ko'zitib chiqdim. Men ular planlab chiqqan yer ostidagi bir qavat qurilishni 2 qavat qilib, binoning egizligini 1 qavat kamsilish taklifini bermoqchi. U yerning sharoitiga qaraganda atrofidagi bir necha binolarga dast ketib o'ltirishib ketgan. Agar biz ularga o'xshash yer ostini 1 qavat qilamiz desak, toza puxta bo'lmaydi. Shunga yer osti qurilishini puxta mazmut qilish kerak. Boshqa shirkatlar bu ishni o'ylab bo'lmaydi. Ular faqat mushturni qo'lga elib olsalar, o'ngdan keladigan foyda manfaatni o'ylaydi. Shunglashqa bu qitimqi yig'inda men bu ishni o'ttirib qo'yish orqali bu turni qo'lga keltirmoqchi, dedi u menga tafsiliy tushuntirib. Gerçi mening qurilishdan xabarim bo'lmasa-mu, uning so'zlari meni qoyil qilgan edi. Ha, agar qurilish qilmoqchi bo'lgan shirkat sizning bu fikringizga qo'shilmay qolsa-chi? So'rdim men uning planini aniqroq bilib boqmoqchi bo'lib. Ularning qo'shilishiga ishonchim bor. Bu planim ular uchunmi yaxshi? Chunki yer osti 2 qavat bo'lganda binoning sirtqi omillarning ta'siriga uchrash xavfi bir qadar tuvan bo'ladi. Uning ustiga mening hisobotim ularning hisoboti bilan bo'lgan egiz pastiki oncha farqlanmaydi. Shunglashqa bu qurilishni qo'lga keltirishimizga ishonchim bor, dedi u ishonch bilan. Qaraganda u o'ziga haqiqatan ishondigandek qiladi. Vah, haqiqatan qaltiskansiz-ku. Amsa bu ishlardan ortiq ham qilmasam bo'g'dak. Sizdek iqtisodli xizmatlashim tug'ayada mening kalla turishimning hojati yo'q-kan, dedim uni quvvatlab. Lekin xiyolimda bo'lsa qanday qilib hisobotni uning chandurmay o'zgartish edi. Sizmi kamtarlik qilmang. Sizningmi o'qish tarixingizni ko'rib chiqdim. Maktabda oldingi qatorda o'qib ekansiz. Uning ustiga shirkatda 1 yil ishlash jarayonida xeyli natijalarni qo'lga keltiribsiz. Mana o'zingizning tirishchanligi bilan liderga kuyovul bo'ldingiz. Shirkatdagilarning hammasi sizga havas qiladi. Masalan, elib aytsak, menmi shularning birisi. Sizdek talat egisi bilan xizmatdosh bo'lganimdan to'limi faxrlanaman, dedi u kamtarlik bilan. Uning menga yaxshiroq bo'layotgani aniq edi. Tushlik tamoq vaqtida menga yana Soniyadan telefon keldi. U ishlarning qanday bo'lganligi to'g'riliq so'rab telefon qilgan edi. Men xoli yerga chiqib, texi bayatin subatning menga aytib berganlarini uningga birma-bir so'zlab berdim. Undaq bo'lsa texmi yaxshi. Siz darhol o'sha o'zgartirilgan chartyoj bilan hisoblab chiqqan baho o'lchimini qo'lga tushiring. Men bizga bu ishni havola qilgan shirkat bilan ko'rishib, sizga berilgan haqni yana ozroq o'stiray. Baribir u pullarni men bermagandan keyin bu ishda chaqqan bo'lasiz. Bugunni qo'shganda yana 2 kun qoldi, dedi u meni oldirtib. Xotirjam bo'ling. Men qilgan ishdan chataq chiqmaydi. Atkash sizga lozimliq narsalarning hammasini topshirib beraman, dedim o'zimga ishongan holda. Chunki kunduzi qanday qilish to'g'riliq plan so'qib bo'lgan edim. Aslida bugun kechli qo'l silishim kerak edi. Lekin oldirib qo'l silib qo'ygan bilan at oshkorlanib qolsa, chataqning cho'ngi chiqadi. Chunki ishxonada ikkimizli bo'lg'achqa men gumon obyekti bo'lib qolatdim. Bo'ladi, sizga ishinaman. Nilofar bilan ishinglarning ishini men hal qilib etdim. Bugun u balani oldirib etdi. Endi g'am qilmasingizmi bo'ladi? Men uning gapini anglab, xuddi chivin yavagandek biyarim bo'lib ketdim. Chunki qarab turib, turjanq zamin bo'lgan edim. Lekin ishlar men ko'rgandek, men o'ylagandek emasligini hargiz xiyol qilmagan edim. Bu ishlarning hammasini Soniyaning bir qo'lliq planlab, meni o'zlari uchun xizmat qildirib, intizorni va dadisining shirkatini yorlivi qistab qo'ymoqchi bo'lganligini men qandoqmi bilib yetay. Kechda ishdan tushib, eshikdan kirishimga burnimga mazalik tomoqning hidi urildi. Intizor oshxonada bir nimalarni qilib yuradi. Men beshiga yog'liq chigib,
oldiga peshtaman tortib say qo'riyotgan intizorni ko'rib, "At kun qayoqdan chiqar?" deb o'yildim. Chunki ikkimiz bir uyda tug'andan boshlab uning tomoq etishi tunji qitimliq edi. Keldingizmi? Siz kiyimlaringizni yutkab chiqing. Tomoq tayyor bo'ldi. Dedi u mening kelganimni sezganchig'iba keyniga qarabmi qo'ymasdan. "Oho, xotin, men tush ko'rmayotgandimmi?" dedim. Men uning keynidan quchoqlab olg'im kep. Agar u rostla menga haqiqiy ko'ngil bo'lib, mening ayolim bo'lib qolgan bo'lsa, bundaq vaqtda keynidan kelib quchoqlab olgan bo'lardim. O'tib bering, kim sizning xotiningizga? Yana shundoq deydigan bo'lsangiz, menda yomonlama. Tomoq etib qo'ysam boshqacha o'ylab qolman. Bu faqat bir necha kunlik. Bir kun dadam menga telefon qilibdi. 2 kundan keyin yiliqi tarmoq shirkatni mening boshqarishimga o'tkazib beradigan o'xshaydi. Shirkatni menga o'tkazib bersa, aldirashchilikda uyda tomoq etkilik vaqt chiqmaydi. Uning ustiga menga tomoq etib boqmaganimga uzun bo'pti. O'zimcha tomoq etkim kelib qoldi. Endi yana haddingizni eshib meni xotin deb chaqiradigan bo'lsangiz, meni ogohlantirmadi deb mendan ranjimang, a? Dedi u qo'ldagi chumishni menga devaylab. Uning gapini anglab ko'nglim bir qism bo'lib qoldi. Chunki o'z vaqtida mardalidir bu tarmoq shirkatni mening boshqarishimga o'tkazib bermoqchi bo'lgan edi. Lekin qandoqsiga endi intizorning boshqarishiga o'tkazib bermoqchi bo'lgandi. Hay, qandoq qis qilmamdi. Menga bir umr asqatamdi. Qarab tursin. Men o'z oldimga egilik tiklab, ko'z tutib qo'ymsam. Men shu xiyollarni qilganimcha kiyim almashtirug'li yotoq uyga kirib ketdim. Bir hisobda bu bir yaxshi ish edi. Balkim marda lider ikkimizni birga ishlasin deb o'ylagan bo'lsa kerak. Garchi men intizorning qo'l ostida ishlasammi, kunda uning bilan ko'rishib degandek, uni o'zimga mayil qilishga qulaylik edi. 20-qism. Shundoq qilib Soniyaning menga topshirgan vazifasini o'rindaydiganga mana bugun bir kunlik qoldi. Oqshom men ishdan tushishdan burun u menga telefon qilib, chertyojni qo'shib qo'lga tushirish uchun yana 50 ming yan qo'shib berdiganligini aytgan edi. Endi bir amallarni qilib, uning kompyuter sistemasiga kirishim kerak edi. Albatta, bu men uchun ancha ta'sir emas. Faqat uning kompyuteriga virus avatib qo'ysam, buni o'nglash uchun albatta mendan yordam talab qiladi. Tushlik tomoqdan keyin oldin tayyorlab qo'ygan kompyuterning barliq mashg'ulotini to'xtatib qo'yadigan virusni uning ilixtiga avatdim. Avatganingiz nima edi? So'rdi u mendan topshirib olgan ilxatni ko'rgandan keyin. Boshqa ish yo'q. Yangidan bir yumshoq detallar aylayotgan. Ashuning sinoq nusxasi sizga avatdim. Faqat ichib ko'rib baqsangiz bo'ladi. Ha, bo'ladi. Bunda qishlarga haqiqatan ipingiz bojimi sizdan? U shundoq degunicha men avatga ulanmani bir ichibla jiddiylashishga boshladi. Garchi men uningga qaramaganda qilgan bilan ko'zimning quyruqida uning chiroyidagi o'zgarishlarni ko'zda o'tatdim. Ziyo apandi, bu qandoq bo'lgani? Dedi u jiddiylashib kompyuterning taxtasiga kuchab urg'ach. Bir ish bo'ldimi? So'rdim men hech nimani bilmagan qiyofatga kirib olib. Mavu siz avatgan ulanmani olsam kompyuterda mashg'ulot qilg'ili bo'lmayotidi. Dedi u ma'yuslik bilan. Uning chiroyidan norozilik chiqib turadi. Qaraganda mendan ozroq gumon qilgandekmi qiladi. Apla, mashni. Meninkida undaq bo'lmagandi. Qaraganda masal chiqqan o'xshaydi. Cho'ncha taq yo'q, men o'xshab beray. Men shundoq deganimcha uning qishig'i bordim. Ta'limga dal mush vaqtda uning telefoni sayrab qoldi. Siz qarab yiqing, men telefon ilib olay. U shundoq degunicha xuddi bir narsadan xudiksirgandek telefonni ilib sirtqa mangdi. Mana bu men uchun eng qulaylik fursat edi. Men fursatni g'animat bilib, chaqqonlik bilan uning kompyuterdagi hujjatlarning hammasini barmoq diskamga qochilib olib, uningdagi sonliq ma'lumotga yana bir sonni qo'shib qo'yib, kompyuterni asl holatiga akab qo'ydim. Umu hayal bo'lmaydi telefonni paranglashib qaytib kirdi. Subat, cho'ng masala yo'q ekan. Faqat men avatga ulanmada azroq masala ko'rilibdi. Sizning kompyuteringiz qabul qilinmabdi. Men bu masalani o'ngshab qo'ydim.
dedim uni xotirjam qilib. Ha, bundaqdan. Bundaq ishlarda siz uqmasangiz, men toza bilmaydi ekanman. U shundoq deb meni birdan maqtagandan keyin o'zining ishiga kirishib ketdi. Shundoq qilib, bu plan nihoyat o'ngishli tamom bo'ldi. Kechda ishdan tushibla Soniyaga telefon qilib, ishning bitganligini aytdim. U menga yiliq bog'chada ko'rishishni aytdi. Men tezlik bilan mashina haydab, mashinani bog'chaning atrofidagi mashina to'xtatish maydoniga to'xtatib qo'yibla, ko'rishmoqchi bo'lgan o'ringa berib saqladim. U mahayal bo'lmayli yetib keldi. U bugun boshqacha kiyinib olgan bo'lib, kiyib olgan tar yopkisi yonpashlarini oralayib turardi. Ustiga kiyib olgan kaltiyang, maydisi ochiq gansiri to'lib chiqqan ishtal ko'ksini to'liq yo'shirolmagan edi. Bo'yindagi oltin zanjiri ko'ksining orliqidagi iriqchisida kechki quyoshning oltin rang nurida texmi julalanib nur chechib turardi. Yaraysiz yezna. Sizning qila oladiganligingizga ishonatdim. Qani, undaq bo'lsa, menga bering, dedi u kulimsirab turib qo'lini tanglab. Avval pulni. Menga ishonmayaptamsiz yezna. Avval uni ko'rib beqishim kerak-da. Sizning meni oldimaydiganligingizga qanday ishonaman? Dedi u pul to'g'riliq ig'iz ichishimg'ila gapimni tatib olib. Hamda ishonmaganlik emas. O'zingiz bilasiz, bizning o'ttirimizda xeyli ishlar yuz berdi. Agar mening o'rnimda siz bo'lsangiz, qanday qilardingiz? Dedim, barmoq diskini qo'limga elib, uningga ko'z tutib qo'yib. Xotirjam bo'ling. Ular oldin ola pulni berib bo'lgan. Faqat men barmoq diskining ichidagi materiallarni ko'rib, jazmlashtirgandan keyin bu pulni sizga beraman. Dedi u esib olgan somkasining sirtmisini ichib, menga ko'z tutib. Rost degandek, uning ichida 100 yillik pullardan necha bog'lam pul turardi. Bu pullar mening maylimni tatib turardi. Men qo'limdagi barmoq diskini uningga berdim. U qo'l kompyuterini chiqarib, barmoq diskini saqlagandan keyin tafsili bir qur qarab etib, chiroyiga kulib yugurdi. Ha, qanday chata yo'qdi? Ish qilib, bu ishni qilish osonga tushmadi juma. Dedim, uningga bu ishqa o'zimning xeyli badal to'laganligimni bildirib qo'ymoqchi bo'lib. Chataq yo'q ekan. Amdiki masala, zodi bu hisob atki ishda bizni ishga solgan shirkatga foydali bo'lsa bo'ladi-ku. Bu tarafini men uqmayman Saniya. Men faqat sizlarning deganinglar bo'yicha qildim. Qog'oshni men uqmayman. Yana birisiga men bu hisobga yana bir son qo'shib qo'ydim. Bundaq bo'lganda bizning shirkatning hammasida yuqori baholgan bo'ladi. Bu yiliq siz degan shirkatlarga nihoyat foydali. Yana kelib chirtyojg'im saqtliq ishlatib ba'zi yerlarni o'zgartib etdim. Hech qanday chataq chiqmaydi. Faqat shu mening xizmatdishim subatni nasbasdigan bo'ldi. Dedim, ko'nglim yerim bo'lgandek. Hozir har kim o'zini o'ylaydigan vaqt. Boshqalar bilan qaringiz bo'lmasin. Saniya gapimga javoban shundoq deb qo'yib, so'mkisidagi necha bog'lam pulni menga tutqizdi. Aslida telefonda bahsingizlar bo'ladi. Bu naq pulni yig'ishtirmoq ta'sirrak. Dedim, hayajonlangandan qo'llarim titrgan holda pulni elib. Bo'ldi. O'zingiz bankining avtomatik pul selish mashinasidan selib olsangiz bo'ladi. Endi bir necha kungacha ikkimiz ko'rishmay turaylik. U shundoq deb mengishga tamshaldi. Hey, to'xtab turing Saniya. Nilupar u yaxshi turyotamda. Uning qanday qiyinchiligi bo'lsa, men yordam qilaman. Dedim, uni chaqirtib to'xtatib olib. Nimalarni o'ylab ketdingiz, yezna? Siz bu ishlarni rost deb qapsizdan-a? Amaliyotda bularning hammasi mening o'ylab chiqqan planim. Endi rost gapni sizga aytib beray. O kunisi ikkilarning orasida hech qanday ish bo'lgani yo'q. Faqat ikkilarni bir necha parcha rasmga tortib oldim. Agar bunday qilmagan bo'lsam, siz menga yordam qilmasligingiz mumkin edi. Anglasam, siz hech qanday bir ayolning qo'lini tutib boqmagan bo'z yigit deydi ekan.
Balkim intizormi sizning mushu tarafingizga qiziqib to'y qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bilib turman, siz baribir uning xili emas. Vaqti kelganda bilib qolasiz. Ular mening qo'limda vayron bo'ldi. Chunki mening hozir sizdek yordamchimdan birsi bor. Siz uning yenida bo'ladi ekansiz. Men bu maqsadimni hamon bir kuni ishga oshiraman. Nima? Aslida buning hammasi siz o'ynagan o'yin-kanda. Bo'ldi qiling Soniya. Endi ularni avar qilmang. Men ularning vayron bo'lishini xohlamayman. Agar siz rostli ularga avarchilik deb bersangiz, menmi qarab turmayman. Menga qanday qilsangiz mayli, ularni endi avar qilmang. Dedim men uning bundan keyingi maqsadini bilib yetgandan keyin. Bo'ldi izna. Siz tushunmaysiz. Mening ota-onamdan ayrilib xo'rliq tortishimga kim sababchi? Dal Ashu odam sababchi. Siz chiqishlarni bilmaysiz. Men nima uchun o'zimdan 10-20 yosh cho'ng odam bilan munosabat o'rnataman? Nimishqa uning bilan birga yotdiman? Men nimishqa bunchalik bedel to'layapman? Chunki men uning qilganlaridan bir hisoblanmoqchi. Menga kimning bosqinchilik qilganligini siz bilmaysiz. Men nimishqa mushundaq eski bir qizga aylanib qoldim? Chunki men ojiz bo'lg'achqa xo'rliqlarga chidab keldim. Hozir men ojiz emas. Azob, xo'rliq meni mushundaq tavlab chiqdi. Siz bir odamning tashqi dunyosiga qaramay, ichki dunyosini tushunib beqi. Amaliyotda atalmış dadam bo'lgan ashu mardon liderning qandaq odam ekanligini bilgan vaqtingizda xuddi nijosatdan yirgangandek uning chiroyiga qaramasligingiz mumkin. Bo'ldi Ziya. Men sizni yanala yezna deb atay. Lekin sizning deganingiz to'g'ri. İntizorda hech qanday xatolik yo'q. Lekin u siz bilan to'y qilib bir xato qadamni bosdi. Chunki u to'y qilmagan bo'lsa, bu qaynamga so'rab kirilmagan bo'ladi. Men hammani bilib turaman. U patarda tarmoq shirkatining to'liq huquqli egasi bo'ladi. Siz uning qo'l ostida ishlaysiz. Meningcha bu adillik emas. Agar siz haqiqiy erkishi bo'lsangiz, ayolingizning qo'l ostida ishlamang. O'z oldingizga egilik tiklab, uningga ko'rsatib qo'ying. U o'zining boyligidan faxrlanmasdan, sizdan faxrlanadigan bo'lsin. Bo'ldi, gapim tugadi. Jiq gap qilyapti. Aman bo'ling. Bir ish bo'lib qolsa, yana sizni izlayman. Bayatdan sal hayajonlanib qopdimi? Ba'zi gaplarni men deymikan bo'lay. Yaxshisi, unutib ketdim. Dedi u keyniga o'rilib qaytib mang'ach. Nimishqikin uningdan ba'zi savollarni so'rab, ishning tegitakini bilib boqqim kelgan bo'lsa-mu, bu yerda paranglashib toza munosib kelmaydiganligini o'ylab, ketib borgan Soniyaning keynidan toki qarisi yutgich qarab turib, ig'ir qadamlarimni so'rgunimcha uyga qarab mangdim. Uyga mangdigan yo'l ustida bankaga kirib, avtomatik pul silish mashinasidan pullarning hammasini kartaga urvatdim. Texi tungilla yenimda 10 necha ming yuan pulni ko'rib boqmagan kartamda amdilikda bo'lsa sapmisaq 200 ming yuan paydo bo'lgan edi. Nilupar bilan ikkimizning o'rtasida hech qanday ish bo'lmaganligini anglab yenik tinivatdim. Chunki nimani degan bilan o'zimga yuz kelolmaydim. Garchi kartamga 200 ming yuan kirgan bo'lsa-mu, xuddi chivin yavagandek beyaram bo'ldim. Chunki men o'zim yaxshi ko'rgan qizning dadisi bilan qarshilish oldida turibman. Men xiyollar ilkida uyning oldiga kelib, tuyuqsiz bayat insoniyaning mening kim tarafidan bosqinchilik uchirganimni bilamsiz degan gapi esimga kelib, xuddi qo'qasqida sog'andek andikib ketdim. Acaba uningga askilik qilgan marda lidermidi? Yo'q, bu mumkin emas. Nima degan bilan u yanla uning qizig'i. Lekin Soniya nemish qundaq deydi? To'xta, buningda cho'qim bir gap bor.
bu ishlarni cho'qim aniqlab chiqish kerak. Agar rostli marda lider Saniya aytgandek ashundaq razil bo'lsa, undaq odamning vayron bo'lgani yaxshi. Lekin uning chiroy shakli taqturqidan undaq odamdek qilmaydi. Yo'q, baya Saniya aniq dedi-ku, bir odamning tashqi qiyofatiga qarab baho berishga olmaydi deb. Agar u rostli shundaq razil odam bo'lib qolsa, intizorga uval bo'lgan bo'ladi. Demisimi, o'z vaqtida Saniyaning opsi qana so'rab, bir oilaning vayron bo'lib ketishiga sababchi bo'lgan bu odam haqiqatan sirliqda qiladi. Agar bu qitim hamkorlikdan shallanib qolsa, uning cho'ng zarbi bo'ladi. Lekin bu ish to'g'riliq Subatning menga gumonlanishi aniq. Men shu xiyollar bilan to'qirishib qoldim. Ha, nima ishlarni qilib yursiz xotin? Lozimlik narsalarni menga desangiz, og'ach kelatdimmi? Dedim, uning qo'lidagi narsalarni olmoqchi bo'lib. U bo'lsa, mening xotin deb chaqirganimga achchig'i kelgandek, menga olib qarab qo'yib ig'iz ochdi. Oy, piyoda kepsiz-ku, mashina qani? Men shu chaqdala Saniya bilan ko'rishish uchun mashinani bog'chining oldiga haydab berib, mashina to'xtatish maydoniga to'xtatib qo'yganligim esimga keldi. Chunki azaldan mashina haydab ko'nmagan bo'lg'achqa, o'zimning mashina bilan kelganligimni unutib qolgan edim. Shu mashinaning ozroq kashlisi chiqib qilib, rimnutxonaga tashlab qo'yib yinib keldim. Dedim, uning men qaragan ko'zlaridan ko'zlarimni yib qochib. Hay, u texi yaqinda og'a mashina edi-ku. Qandaqsiga buzilib qoladi. Agar kashil chiqsa, mashinani setib olgan o'rin vaqtsiz o'ngshab beradi emasmi? Mashinani qaysi remontxonaga qo'yib qo'ydingiz? Men mashina sotadigan o'ringa telefon qilib etay. Ular shu yerdan elib ketib o'ngishib bersin. Dedi u yendan telefonni olmoqchi bo'lib. Ha, bo'ldi. Cho'nchatoq yo'q, faqat shu. Tanga bir ish bo'ldimi? Qatnash vaqasi chiqamagansiz? Dedi u gapimni tatib olib. Jiddilashib, ustibishimga qaytadan qarab. Voy, hech qanday ish yo'q dedim-ku sizga. Bo'ladi, men hozirlik qaytarib kelay. Balkim bu kamgacha o'ngshab bo'lgandi. Aslida mashinani o'ngshitib biroqla kelay degan. Lekin qarasam kech bo'lib ketibdi. Shunga at ishqimangach biroqla elib ketay deb o'ylagan edim. Bo'ldilar, at ishqimangach elib olsangiz bo'ladi. U shundoq degunicha eshikni ochib mening oldimga kirib ketdi. Aslida bugun xursandligimda uning bilan sirtga chiqib tomoq yeb kelaylik deb o'ylagan edim. Lekin turib bu niyatimni yenib qoldim. Chunki tuyuqsiz bugun oqshom uningga o'zimning bundoq o'tishga toqatim yo'qligini aytmoqchi bo'ldim va shundoq deyish orqali uni sinab boqmoqchi edim. Birinchi qism. İntizar uy kiribla kiyimlarini almashtirib, oshxonaga kirib tomoq tutish qildi. Men bo'lsam, mehmonxona uyda televizor ko'rib o'ltirgach, maqsadimni uning qanday qilib tushuntirishni o'yildim. Garchi biz yolg'ondan to'y qilg'ili bir oy bo'lgan bo'lsa-mu, bir oy jarayonida uning bilan o'zimning o'ylig'inim to'g'riliq tuzuk paranglashib boqmagan edim. İntizar uzun qolmayla bir nechta taxsi qo'rim bilan yo'g'on bir qacha dumlab tayyor qilgan guruchni elib chiqdi. Oy, ajabmizlik qo'y. Qani, men bir tetib baqay. Men shundoq deganimcha cho'kib qo'l uzatdim. Lekin intizor paq qilib qo'limga birini qo'ydi. Voy, menga qo'lingizni yuvib kirang. Mening azalda mehnat odam bilan xo'sham yo'q. Saraliq degan qo'shu. U shundoq deb gapining oxirini yutib oldi. Nemishqikin azaldan birasi sahroliq, shaharlik deb ayrimchilik qilsa, bakla achchig'im keladi. Sahroliq bo'lsa nima bo'pti? Sahroliqmi odamg'u? Ash sahroliqlar dehqonchilik qilib, ashliq, sayko'ktat bilan ta'minlamasa, mushundoq biz shaharlik deb maydisiga mushlag'anlar tashchig'ilib yurmamdigandi. Men shu xiyollarni qilib o'tib, turibla ash sahrani o'ylab qoldim. Men o'qishi bilan yurtdan ayrilg'ili bir necha yil bo'lgan bo'lib, shuningdan buyon ash sahroga oyoq bisib boqmagan edim. Garchi ota-onamdan kichik qilib yetimlikda cho'ng bo'lgan bo'lsam-mu, mahalladagilar menga yetimlikni chandurmay, saxovat qo'llarini sunib mushkullarga ulashishimga sababchi bo'ldi. Mening ash sahroda go'zal balliq aslimlarim bo'lgan. Hozirmi ba'zida
Musha obro'parastlik bilan shuhrat qo'g'lishib, birisidan huquq talashib yurgan mush shahardan biroqla ayrilib yurtim qaytib ketib, oddiy sodda xotirjam turmush kechirishni o'ylab qolaman. Nimanda qavmi qilib o'ltirsiz? Chaqqan qo'lingizni yuvib keling. İntizarning shundoq deyishi bilan xiyolimdan aslimga qaytib, erinchaklik bilan tozliq uyga qarab madim. O'z vaqtida intizor bilan mushkullarning kelishini kutib kelgan edim. Lekin kutganim ro'yobga chiqqan bilan uning hech nimasiga ega bo'lolmadim. Bir oydan buyon ikkalamizning munosabati bir xilla. Faqat ilgirlash yo'q. İlgirlash bo'ldi degandimi, faqat intizor yaqindan buyon pat-pat kashik tomoqni o'z qo'li bilan tayyorlab beradigan bo'ldi. Necha vaqtdan o'zining qo'sqinini to'yg'izibla men bilan kari yo'q edi. Bo'lmasa tomoqni men etatdim. Uning nima sababdan mushundaq qilayotgani menga noma'lum. Ikki elimiz bir-birimizga udul o'ltirib, bir ig'izmi parang qilishmasdan tomoq yeyishga boshladik. Men o'ylaganlarim to'g'riliq ig'iz ochmoqchi bo'lib, pat-pat uningga qarab qo'yatdim. Lekin uning menga qarabmi qo'ymasdan parvosizlash tomoq yeyotganini ko'rib, ig'iz ichishdan yaltiyib qoldim. Voy voy, nima gapingiz o'sdavering? Tamning to'shkidek qaravermay. Dedi u mening qarashlarimni sizib qolgandek. Ichimda buning peshonasida 3-chi bir ko'z bormi nima degan xiyolimdan o'tkazib, bir stakon choy ichib o'tgandan keyin ig'iz ochdim. Hey intizor, hey intizor. Mening uzundan buyon sizga demoqchi bo'lgan bir gapim bor edi. Necha vaqtdan ig'iz ocholmay keldim. Agar bundoq ketaversa, sizga yaxshi emas, menga yaxshi emas. Ha, nim demoqchi? Gapingiz bo'lsa tilingizni chaynamay, g'ach demamsiz. Dedi u gapimni tatib olib. Uning bundoq to'ngluq bilan meni silkitishi kayfiyatimni nol qilib etdi. Demoqchi bo'lgan gaplarimmi nalagido g'oyib bo'lib, g'ujjida achchig'im kelib, butun qo'saq ko'pikimni to'kib etdim. Chunki u nima desa ma'qul deb o'taverishga bo'lmaydi. Hozir bundoq bo'laversa, keyin to'yishimiz rasqaylangan taqdirdimi, bir umr uning qashqapqiga qarab o'tadigan gap. Bo'ldi qiling intizor. Sizning mush silkishlaringizdan jaq to'ydim. Sizga deb qo'yay, menmi bir o'g'il bola. Boshqalarga hurmat qilishni bilaman. Agar mening hurmatimdan sovuqqa ishib qolganlar bo'lsa, uningga qarab turmayman. Siz menga to'ntakkida kim edingiz? Ha? Tayliq bir shirkatning xon qiziga. Siz pul bo'lsa har qanday ishni qilib bo'ladi deb o'ylamsiz? Darvaqa shunday o'ylaysiz. Chunki siz osh pullaringiz bilan meni setib oldingiz. Esingizda bo'lsin, intizor, bu ikkimizning o'ttirsidagi bir savdo xolos. Siz meni vaqtliq o'zingizning yolg'on yeri bo'lishga tanlagan. Lekin mening hissiyotimni, qalbimni setib olmaysiz. Shuning uchun buningdan keyin menga gap qilsangiz sal adablikroq bo'lasiz. Vaqt kelib qolsa, hamma narsadan kechib, ko'zingizdan g'oyib bo'laman. Ammo meni bunday qilishga hargiz majburlamang. Mening bu dunyoda tatishqidek hech nimam yo'q. Men shundoq deganimcha gapimni tugatib, yotoqqa kirib ketdim. İntizor bo'lsa, xuddi tush ko'rayotgandek g'ovqib kaynimdan qarab qoldi. Yotoq uyga kirib turishimga marda liderdan telefon kelib, "At saharda shirkatga kelmasdan, udul hili qurilishini vositaliq boshqa shirkatlarga qildirmoqchi bo'lgan shirkatning yig'iniga qatnashishimni aytib, bu ishga shirkatga vakolatan mening vakil bo'lishimni. Agar ishlar o'ngishli bo'lsa, tak qurilish bitib bo'lguncha mening nazorat qilishimni aytdi. Gerçi men bu ishning amalga oshmaydiganligini bilib tursammi, xushallik bilan ma'qul bo'ldim. Shundaq bo'lsa-mu, chandurib qo'yishga bo'lmaydi. İntizorga deydiganlarimni davilib, qo'saq ko'pikim xili o'ngishilib qolgan bo'lsa-mu, yanada biyaram bo'lib turatdim. Chunki mendek yuzi ichilmagan bir yigitning go'zal bir qiz bilan bir uyda turib, oqshomlari uning yenik pushildigan ovozini anglab, fiziologiyalik tashnaligimni qondirishga amalsiz holat yetib, tong atqizmoq sizlarcha osonmi? Men tishidik shapiga quloq silib, intizorning tozliq uyiga qarab manganligini sezdim. Ham xiyolimda chaqmoq tezligida qamlashmagan bir planni o'ylab chiqib, yotiqimdan chiqib, chandurmasdan uning yotoq uyiga kirib,
Kiyimlerimni silipla kaltishdan bilan yotqiniga kirib yetib oldim. Chunki u munchuga tushibla badaniga lo'nga o'rab chiqishi aniq edi. Shundaqla u oqshom yotoq uyga kirgandan keyin har qachon ichidan quluplab qo'yishni unutib qolmaydi. Bugun men uningga niyatimni buzgan edim. U yotoqqa kirib eshikni ichidan itib bo'g'icharlikda keyin tarafidan quchoqlab karvatga ilib chiqib zo'rliq bilan maqsadimga yetalaydim. Shundaq qilish orqali uni o'zimga bo'ysundirmoqchi bo'ldim. Necha vaqtdan amaliyatim orqali uning ko'nglini utaman deganlarimning ahmoqonlik ekanligini bilib yetgan edim. Uning zo'rlik qilib maqsadimga yetsam, u hech qanday qilolmaydi. Chunki ikkimizning yolg'ondan to'y qilganligimizni uchinchi bir odam Tursunaydin boshqa hech kim bilmaydi. Albatta, intizormi bu ishlarni oshkorlayolmaydi. Men intizorning gupildab atir-puruq kelib turgan yotqinni purab qolmay, yarim soat o'tkazdim. Albatta, nozik hislarim o'zini kontrol qilolmag'idek darajaga yetib borgan edi. Mana, tozliq uyining eshigi ichilib, intizor yotoq uyga yiqilib kelishga boshladi. Yotoqning eshigi ichildi. U eshik tubidagi video chatlini bisib tokni yondirgandan keyin eshikni ichidan qulplashga boshladi. Men chaqqonlik bilan o'rnimdan turib, uni keyin tarafidan quchoqlab oldim. U cho'chib, "Appa" deb vaqirg'incha meni ko'rib, mening quchqimdan yulqinib chiqib ketmoqchi bo'lib vaqirdi. Meni qo'yib, bu lukchak. Mushu qilganlaringga pushaymon qildirib yetdimi? Qo'yib yetmayman qandoq? Men bugun sizga har kishining qandoq bo'lganligini ko'rsatib qo'yay. Qanğuchi vaqirang, baribir hech kim anglamaydi. Anglagan taqdirdimi ikkimiz degan xotin, ikkimizning ishini boshqalar bilib qolsin demaydigansiz? Bu degan baribir bo'ladigan ishlar. Dedim men uni teximi ching quchoqlab. Uning bir jup yumshoq ko'ksi qo'llarimga tegib turadi. Bu ishni rost deb qoldingmi? Sana deb qo'yaysi ya. Agar bugun menga chiqiladigan bo'lsa, bu dunyoga odam bo'lib tug'ilib qolganiga pushaymon qildirib yetdimi? Buni o'zimning o'limi orqali isbotlayman. U chog'da qanday qilasanki? Men qarshilik qilmay, xalqingni qil. Lekin ahdi bu uydan mening o'likim chiqadi. Qani petni olamsa? Dedi u qarshilik ko'rsatishdan to'xtab. Uning bu tahdidini anglab, o'zimning ahmoqona ish qilib qo'yganligini darhol his qildim. Agar rostli shunday qilib qolsa, men jinoyatchiga aylanib, bir umr vijdon azobida qiynaldim. Men shularni o'ylab, ixtiyorsiz badallarimga titrak o'g'ilishib ketdi. Men nima qilib qo'ydim? Birdamlik hissiyotning kayniga kirib bunday qilsam, qandoq bo'ladi? Men shularni xiyol qilgach, uni qo'yib etdim. Xafa bo'lmang intizor. Menga haqiqatan oson emas. Rostimni aytsam, o'zimni faqat kontrol qilolmadim. Lekin sizmi tushunishingiz kerak. Biz nimishqa bunday o'timiz? Bizning muhabbatda haqqimiz bor-ku. Siz doim mendan o'zingizni qochirgandan keyin menmi shu men gapimning oxirini deb bo'g'icha changidiqiga ovoz bilan mangzimdan o't chiqib ketdi. Va keyindila ikki putimning o'ttirsiga uning puti kelib tegdi. Odamning jon yeri shu yerda bo'lsa kerak. Uning puti tegish bilan qattiq og'riq dastidan vaqirab, yerga yiqilib tugilib qoldim. Sen texmani chiqilg'ich bo'ldingmi? To'ya mana. Sana deb qo'yaysi ya. Nima bo'lsa mayli. Xalq ishlar idorasiga berib ajrashni iltimos qilmay bo'ldi. Ishlar shu yerda oxirlashsin. Qurib ketsa undaq shirkat. Heylimi shu shirkatni deb sendek noahli bilan yolg'ondan to'y qilib xalqning og'ziga chiqib qoldi. Endi sen bilan birga turg'ili bo'lmaydi. U shundaq deginicha og'riq azobidan qiynalib, chiroyimning sarg'ayib ketganini qaramasdan qo'sqimga kelishtirib birini tepib o'tib, yotoq uydan chiqib ketdi. Men og'riyotgan yerimni chin qamallig'imcha aron nafas ilib, yerda tugilib o'ltiratdim. Ashu bir tepik bilan erlikimdan chataq chiqqanmidi degan xiyol og'riqni texmi kuchaytirdi. Ayol o'tmayla sirtdan intizorning oyoq devishi anglanib, eshik oldiga kelib to'xtagandan keyin men chiqib ketdim.
Әтәтіген қайтып келген вақтымда, bu үйді seni көріп қалмай. Bugün akşamını muş yerde ötküzüp küdü körpəğini kötürüp közümde yoqqan. Hazır bu turqandı çıqırıp etsem taza yaxşı bolmağıdek. Körüp qoysu ya, biz ayalla, sen oylagandek ondaq aciz emas. O şundaq degeniçe aygının paşnısından qarasıltıp avaz çıqarğınca işik içilip çıqıp ketdi. O çıqıp ketip yarım saatlardan keyin og'riq pastlashga başladı. Bu ömrümde bunda qiyinlab baqmapti ekanman. O'rnimdan turib, xuddi yangidan xatnisni qilgan boladek alchang'ishib minib yurib, tazliq uyga chiqib, munchidan suyini ichib qo'yib, 1 soat atrofida yuyundim. Bu jarayonda o'zimning haqiqatan xato qilganligimni bilib yetdim. Chunki uni yaxshi ko'rib turib, ko'ngilni utaman deb, oxirida ishni o'zim buzib qo'ygan edim. Endi har qancha qilsammi, asliga kelmasligi mumkin edi. Tong atqizib, ishqa mang'ach bog'chining oldiga kelib, mashinani haydab, oqshom Mardan lider o'g'irlashtirgan bo'yicha yig'in maydoniga qarab yurib ketdim. Bu yer shaharning g'arbiga joylashgan yangi taraqqiyot rayoni bo'lib, yig'in ash shirkatning 30 qavatli binosining eng ustida edi. Men binoning oldiga kelib, mashinadan tushib turishimga subatma yetib keldi. Men ishlarni uni sizib qolmaganda degan niyatda quduq bo'lib mashinadan tushib kelayotgan Subatning chiroyiga qaradim. Lekin u hech bo'lmagandek kulimsirab kelib, mendan ahvol so'rab qo'l uzatdi. Qanday ahvolingiz Ziyo apandi? Yaxshi uxlabsizmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz-chi? Lekin men sal jiddiylashyapman-ku. Qaraganda bugungi vakolatdan qurilish qilish yig'iniga qatnashadigan shirkatlar xeyli o'xshaydi. Dedim, men o'zimdagi o'ng'aysizlikni tugutish uchun binoning oldidagi mashinalarga qarab qo'yib. Ha, albatta. Chunki bu qurilish shahrimizdagi eng katta qurilish bo'lib hisoblanadi. Bu qurilishni tamomlagan shirkatning nomi chiqib qolmasdan, keyingi taraqqiyotiga zo'r foydasi bor. Dedi u bishini ko'tarib binoga qarab qo'yib. Chiqayli amsa. Omad bizga nisib bo'lsin. Men shundaq deb uning oldida bino eshigiga qadam qo'ydim. Eshik oldidagi amonlik saqlovchilar bizning salohiyatimizni bekitgandan keyin qo'limizga birdan kartini berib, adab bilan liftni ichib bizni uzitib qo'ydi. Biz 30-qavatga chiqib, liftdan tushishimizga u yerdagi amonlik saqlovchilar bayatın texi 1-qavatda bizga bergan kartini elib qilib, salohiyatimizni qaytib bir dalillagandan keyin yig'in zaliga boshladi. Yig'in soat 8larda ichildigan bo'lib, hozir 7dan 40 minut o'tgan edi. Lekin zalning ichida odamlar xeyli jiq bo'lib, ular bizning kelganimizni ko'rib, xuddi qizg'angandek bizarlik ilkida qarab qo'yishdi. Subat bilan ikkimiz kalt yopqa bilan kostyum kiyib olgan mulozimatchi qizning yo'l boshlashi bilan sahnaning oldi tarafidagi o'ringa berib o'rlashdik. Aslida bizning salohiyatimiz kirishdan burun muqimlashtirilgan bo'lib, hatto bizning o'ltiradigan o'rnimizmi muddatdan burun belgilanib bo'lgan ekan. Ayol bo'lmayla vaqt to'shib yig'in rasmiy boshlandi. Yig'in riyosatchisi o'ttirg'i chiqib yig'in qoidasini tafsiliy tushuntirgandan keyin hamma shirkatning hisoblab chiqqan hisobot xotirasini yig'ib oldi va tekshirish xodimlarining silishtirib tekshirib bo'lgandan keyin natijasini e'lon qilganligini uqtirib, ular silishtirib bo'g'icha orliqda zaldagi yo'g'on ekronga tasvir tushirish apparati orqali qurilishning modeli va kelgusidagi bitib bo'lgandan keyingi ko'rinishini tasvirlab, bir necha parcha ko'rinishni tasvirolati ko'rsatib berdi. Bu qurilish bitib chiqsa, haqiqatan bu shahardagi eng katta va eng oldingi qatordagi qurilish bo'lib qolishida gap yo'q edi. Ay isi deb o'yildim ichimda. Agarda bu ishga soniya aralashmagan bo'lsa, bizning shirkatning qurilishini o'ddiga ilishida gap yo'q edi. Yig'in tugagan hamon bu ishlar oshkorlandi. Men Subatga ziyonkashlik qildim. Endi uning bu shirkatda ishlab qilishi mumkin emas edi. Yigirma qism. Men Subatga emas, shirkatga ziyonkashlik qildim. Lekin menda amal qancha. Kim u meni mushundaq namrat bo'lib qolsin debdikan. Uning ustiga boshqalar mening ko'klamni tutib olgan tursa. Shu tariqada 1 soat vaqt o'tgandan keyin yo'g'on ekranda butun shirkatlarning hisoboti oshkorlandi.
bizning shirkatning hisoblab chiqqan numeri hammadan jiq bo'lib, birinchi bo'lib shallanib qoldi. Chunki men tuydurmay qo'shib o'tgan bir son necha milliard xalq pulining hisobi emasmi? Ekrandagi natijani ko'rgan Subat o'z ko'ziga ishonmay, ko'zlari chaniqidan chiqib ketgidek chakchib, gumon nazar bilan men qaradi. Men uningdan ko'zimni ilib qochib, boshqa yoqqa qarab oldim. U paskash, dedi u menga bo'sh ovozda pichirlab. Men hech nima anqranmagan qiyofatda uningga qarab, nima bo'ldi degan ma'noda imo qildim. Uning turqidan meni chaynab purkvasimi dadi chiqmaydigandek qiladi. Amaliyotda men uning bir oylik ajrini bir xonlik son bilan yo'q qilib o'tgan edim. Degandek tekshirish oxirlashib, oxirida bir shirkat bu shirkatga vakolatan qurilish qilish imtiyoziga erishib, shu yerning o'zida to'xtam imzoladi. Men bu shirkatning Soniya aytgan yiliq shirkat bo'lib qolishini bakli umid qildim. Yig'in oxirlashgandan keyin ziyofat berildi. Lekin Subat ziyofatga qatnashmasdan chiqib ketdi. U chiqib ketadigan vaqtida menga mansibsizlik bilan qarab qo'ydi. Uning qarashlaridan yurkim ansiz so'qib ketdi. Chunki uning qarashlari boshqacha bo'lib, bir jup ko'zdan so'g'uq nur chaqnab turadi. Ziyofat oxirlashib qaytib chiqqanimda telefonim sayrashga boshladi. Telefonni ilishimga Soniyaning ovozi anglandi. Siz nadayiz ne? Siz qo'lga tushirgan hisobot xotirasi saxta emasdi? Uning gapini anglab, qaqqan qo'ziqdek joyimda jim turib qoldim. Jiddiylashganimdan peshonamdan munchoqdek ter quyilishga boshladi. Qandoq deysiz? Men shu Subat hisoblab chiqqan hisobotni o'z asli bo'yicha sizlarga berdimmi? Qandoq? Bir masala chiqdimi? So'rdim men bir ko'ngilsizlikning bo'ldiganligini ko'nglim tuyib. Xursandlik qilmangiz ne? Bizga havola qilgan shirkat shallanib ketibdi. Ular hozir menga telefon qilib, pulni qaytarib berishni talab qilyapti. Dedi u chalvaqib. Uning gapini anglab, butun badallarim bo'shishib ketdi. Acaba Subatmi xatolashib to'g'ri hisoblab chiqqanmaganmidi? Yoki buningda boshqa bir masala bormidi deganlarni o'ylab, nima qilarimni bilmay mashinada o'ltirib, bu ishlarni tahlil qilishga boshladim. Subatning menga aytganida bu ishga bo'lgan ishonchisi 90% dan oshadi. Lekin nemish ularning hisobotiga to'g'ri kelmaydi. Telefondan Soniyaning ovozi anglashga boshladi. Ularni bo'sh chaqlamangiz ne? Agar pulni qaytarmasak, ikkilimizga yaxshi emas. Bu mumkin emas, Soniya. Men nima degan bilan o'zimizning shirkati bilan qarshilashib, hisobotni qo'lga tushirib berdim. Hisobot to'g'ri kelamdi, to'g'ri kelmamdi, uning men bilan aloqasi yo'q. Pul mening qo'limda. Bu pul mening shirkatga sotqilik qilish badalimiga kelgan. Balkim mush sabab bilan mening taqdirim o'zgarib ketishi mumkin. İntizar bilan ikkimizning o'tirimizdagi ish mush sabab bilan oxirlashishi mumkin. O'ylab baqdingizmi? Balkim hozir shirkatdagilar bu ishlarni uqib bo'ldi. Mening tushuncha berishimni saqlayotdi. Shunglashqa men bu shahardan ayrilishim kerak. Endi meni izlamang, ularga o'zingiz javob bering. Men shundoq deganimcha telefonni etib, mashinani shaharning sirtiga haydadim. Chunki men hozir jimjit bir muhitga muhtoj edim. Shahar sirtidagi bu ekologik o'simliklar bog'chisi tex yangidan yasalgan bo'lib, har qanday o'simlik, gul-giyohlarning har xil turlari bu yerdan tepiladi. Men mashinani bog'chining oldidagi mashina to'xtash o'rniga to'xtatib qo'yib, bog'chining ichiga kirgandan keyin cho'risi gullar bilan o'ralgan, o'tirisiga yog'och o'rindiq o'rlashtirilgan bir yerga kirib o'ltirdim. Bu yerning muhiti bakli yaxshi bo'lib, bayotinqi parishonliqim nagido g'oyib bo'lgan edi. Lekin mengamda qanday qilish kerak degan uqum agib yuradi. Endi bugun uyga qaytishim mumkin emas edi. Shirkatda nima ishlar bo'lganini bakli bilgim bor edi. Subatning ularga nima deganligini besh qo'ldek bilib turardim. Chunki u butun mas'uliyatni menga otib qo'yishi aniq edi. Mushtabda Mardan liderning chiroyining qardab ochiqdan yirilgudek bo'lib ketgan alfazi ko'z oldimga keldi. Telefonni ichib Tursunay katibga telefon qilib, ahvol aniqlab biqishni loyiq topdim. Chunki shirkatda men birdan-bir ishinadigan odam,
shundaqla meni tushundigan, men bilan yaqin o'tidigini shu edi. Ay, Ziya, nega ketdingiz? Atgandan buyon sizni izlamagan yerimiz qolmadi. Dedi Tursunay telefonni elibla. Men shu ozroq kelishmaslikka yo'l qo'yib qoldim. Dedim, men nima deyishimni bilolmay. Ziya, sizga bir ish bo'lmagandi. Hozir shirkatda yig'in ichiyotdi. Subat bizga sotqinlik qildi. U o'zundan buyon boshqalar uchun ishlab ketdi-kan. Yig'indan keyin yo'qolib ketibdi. Shunga sizdan bek ansirdik. Nima? Subat o shirkatga bormadimi? Bu qandoq bo'lg'ini? Sizning hozirgi hissiyotingizni tushunaman, Ziya. Siz bu qitimqi qurilishning o'tganligini olamadik deb o'zingizni ayblab, shirkatdan o'zingizni qochiryapsiz. Bu sizniki xatolik emas. Siz mas'ul bo'lgan bilan hamma hisobot Subatning qo'lidan chiqqan. Biz mutaqi bayatdan Subatning necha vaqtdan shirkatning maxfiyatligini boshqalarga ta'minlab, ulardan pul elib kelayotganligi to'g'riliq isbotni qo'lga tushirdik. Hozir qonun o'rinlariga bu ishni inkos qildik. Subatning direkini qilyotdi. Dedi Tursunay tafsiliy tushuntirib. Uning gapini anglab butun g'am andisham tuman tarig'andek tarab ketdi. Ha, ras. Yana bir gap. Heyliqi qurilish o'digi berdigan shirkatmi? Bu qitim hamkorlashib o'digi elish to'xtam imzolash yig'inida saxtalik borligini bilgandan keyin yana qaytadan yig'in ichib qaror qilmoqchi bo'pti. Shunglashqa tezdan qaytib keling. Deb qo'shib qo'ydi Tursunay. Ha, ajab yaxshi bo'pti. Men hozirli boray, dedim men hayajon ichida. Qaraganda bu qitim ta'lim o'ngdan kelganda qiladi. Lekin Soniyaga havol qilgan iliq shirkatchi. Ularning ishini qanday qilaman? To'xta, avval shirkatga boray. Qolgan ishlar kelganda pishonamga kelganini ko'raman. Men bir oz xotirjam bo'lib, mashinani uchqandek haydab, birdamdala shirkatga yetib keldim. Eshikdan kirishimgila Tursunay kulib turib, Mardan liderning ishxonada meni saqlayotganligini aytdi. Gerçi ishning tafsilotini Tursunaydan o'qib, yengillab qolgan bo'lsam-mu, bir tarafdan andish qilmay turolmaydim. Ha, qani o'g'lim, bu yoqqa o'tib o'ltiring. Deb qarshi oldi Mardan lider eshikdan kirishimgila. Men adab bilan ko'rishib, uning boshlashi bilan krislodan o'rin elib, boshqa yoqqa qaragan bo'lib, ko'zimning qirida uning ruhiy holatini kuzatdim. Uning turqidan hech qanday ish bo'lmagandek turadi. Ha, o'g'lim, bu ishda jafo chekdingiz. Aslida men odamni xato tanlab qoptikanman. Bu Subat degan noahli azaldan boshqalar uchun ishlab ketgan emasmi? Qurilishga to'xtam imzolagan shirkat Subatdan foydalanibdi. O ikki xil hisob ishlab, haqiqiy hisobni ularga, soxtasini bizga beribdi. Shuning bilan hiliq shirkat ular bilan bo'lgan to'xtamni amaldan qoldiribdi. Lekin bizning qurilishga ketadigan chiqimning tanarxini bakli yuqori ekan. Bo'ldi, men bu qurilishdan voz kechdim. Ko'nilarning oz topgan jix yeydi, jix topgan beshini yeydi degan maqol tamsiliga asosan nafsimizni cho'ng qilib olsaqmi bo'lmagadek. Hozirgi ishlarimizmi noit yurishib ketib boradi. İntizar tarmoq shirkatni qo'liga elib, qayta boshdan islohot elib beryotdi. Siz kelishdan burun hiliq shirkatdan menga telefon keldi. Bu qurilishni vakolatan o'ddiga elish to'xtam imzolash yig'iniga qatnashishim to'g'riliq. Men rad qilib o'tdim. Chunki bu to'g'riliq boshqalar bilan raqobatlashib qilishni xohlamadim. Siz bugundan boshlab intizorning shirkatiga berib, onunga yaqindan moslashib, shirkatning taraqqiyotini ilgari suringlar. Bunda qilishimdagi maqsad keyincha bu shirkatmo sizlarga qoladi. Shunglashqa shirkat boshqarishda o'zinglarni chiniqtirib,
tecrübe yakunlashinglar kerak. Bugün siz uyga qaytib, aram elib, atidan boshlab ishingizni davomlashtiring. Dedi Merda lider oldidagi materiallarga ko'z yugurtgach. Rahmat lider. Yo'q, dada. Dedim, men nima deyishimni bilolmay tamtirab. U bo'lsa, ko'zaynikining ustidan men qarab kulib qo'yib, "Ha, chiqsangiz bo'ladi" degenicha o'z ishiga mashg'ul bo'ldi. Men Merda liderning ishxonasidan xuddi qafasdan ozod bo'lgan qushdek hayajon ichida sirtga chiqdim. Hey, meni sirtda saqlab turib, sizga deydigan gapim bor. Tursunay mening chiqishimni kutib turgandekla ig'iz ochdi. Dedi u bir ishdan norozi bo'lgandek. Paraz qilishimcha, intizor bilan ikkimizning o'ttirsida bo'lgan ishdan xabar topgandek qiladi. Men shirkat binosidan pastga tushib, mashinada Tursunayning chiqishini saqlab o'tirdim. Tursunaymo ayol bo'lmayla bir narsadan tashvishlangandek, old keyniga qarg'inichi chiqqan peti mashinaning keyniga chiqib o'tirdi. Nima? Boshqalarning bizni ko'rib qolishidan ansirayotamsiz? So'rdim men mashinaynikidan uning chiroy ifodasiga san qo'yg'ach. Albatta ansirmasam bo'lmaydi. Men shirkatdagilarning xo'jayinining kuyovli bilan katibning benormal aloqasi bor ekan deb gap tepishidan ansirayman. Har holda diqqat qilmasak bo'lmaydi. Dedi Tursunay gapimga javoban. Uning hozirgi turqi bekli jalb qilarlik bo'lib, kiyib olgan xizmat kiyimi badaniga chippidil kaga edi. Yo'tisidan salla tövanga tushib turgan kalta yopkisi uning to'lgan sag'risini yip turgan bilan o'chiq qolgan oppoq yo'tisi har qanday odamning havasini qo'zg'aydi. Xotirjam bo'ling. Xalqlar nima desa davamamdi. Yoki ikkimiz ular o'ylagandek bo'lmasak, agar siz shundoq o'ylasangiz sinab baqsaqmi mayli jumi? Dedim men uningga qayrilib qarab. Sarang bo'psiz. Helimi sizning uyda tergan ishingiz yetmagandek, men qanot so'rmoqchiman. Intizor oqshom bizning uyga kelibdigan, ikkimiz tang'atqicha mo'ngdishib chiqdik. Siz uningga askilik qilmoqchi bo'psiz. Bu qilganingiz yaxshimi? U aram deganda sizni qabul qilish oldida turayotgan edi. Men bu ish to'g'riliq uningga jiq tarbiya xizmat ishlagan edim. Siz hammani nol qildingiz. Aslida u bugun ajrish o'rniga berib, ikkilarning munosabatini bekor qilmoqchi edi. Men to'xtatib qo'ydim. Sizga yana bir qitim fursat bor. Bugun uningdan kechirim so'ra. Uningga jiq gap qilib qo'ydim. Sizni xeyli adab qoidalik tarbiya ko'rgan deb o'ylab, intizorga tanishtirgan edim. Lekin sizmi ba'zi odamlardan qilishmaydi ekansiz. Dedi u mendan ranjigandek. Tursunay, sizmi uning gapini qilyapsiz? Mening o'zimga tushliq dadim bor. O'ylab beqinga. Bir balog'atga yetgan yoshlik bahori urg'ib turgan bir erkakning odamni mahliya qilgudek sahibchamal bilan bir uyda turib, bir uyda yetib qopib, uning qo'lining uchini tutmay yashash ashta osonmi? O'ylab beqinga. Sizni qo'g'inga amroq deyli. Yiningizda tatliq bir tilim qo'g'in bo'lsa, ashuni yegingiz kelamdi, kammamdi. Yemay turib ko'nglingiz aram topamdi. Nafsingiz bisqimdi. Shuningdek, menmi albatta uni bek yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rib turib ko'nglimni ifodalayamsam, uningga yaqinchilik qilolmasam, bir uyda turib vasliga yetamsam, o'ylab yiqinga, menga osonmi? O'zimning qilganini to'g'ri deb o'ylamayman. Xato qilganim rost. Lekin mendimi gupildab so'qib turgan qizil yurakdan birisi bor-da. Acaba uning ko'ngli ko'ngil, mening ko'nglim ko'ngil emasmikan? Tayliq shu shirkatning xo'jayinining qiziga u. Shuningga shundoq haqoratlik qilish ketamdi. Agar u xo'jayinning qizi bo'lmagan bo'lsa, bunday qilamidi. Mening bu turqim bilan menga qiz bola kam emas. Lekin ko'ngil yotgan yerda ish yotmabdi deb bu ko'ngil tushib qolgandan keyin amal yo'q ekan. Men kechirim so'rasam bo'ladi. O'zimning qilg'ini o'zimga ayon. Asli unda qilmasam bo'ladi. Lekin uningga gap qilib qo'ying. Akavur mijozini o'zgartsin. Ilimi bizga to'y qilg'il 2 oy bo'lib qoldi. Bu jarayonda bir mushuk bilan tug'an bo'lsammi, menga ichakib ketadi.
Men shunday qilib ichimga yig'ilib qolgan gaplarning hammasini uningga biroqla to'kib o'tib, o'zimni xeyli yengillab qolgandek his qildim. Tursunay bo'lsa, gapim tugigicha ta'xir qilib anlagandan keyin miyiqida kulib qo'yib ig'iz ochdi. Yigirma uchinchi qism. Siya, siz tehi intizorni tushunmaydi ekansiz. O sizga qiydavatıdı. O herkes siz o'ylagandek undaq takabbur qiz emas. Lekin biz yashayotgan muhit onu shunday qilishga majbur qilgan. O'ylab beqing. Siz men bir o'g'il deb yurgan vaqtingizda, siz tonimaydigan bir odam, men sening qarindishing deb paydo bo'lsa, siz qanday inkosda bo'lasiz? Onun mushundaq bo'lib kelishiga dadasi sababchi bo'lgan. Hiyliqi qizni sizmi ko'rdingiz? O bar kuchi bilan intizorning imtiyozini tortib olishga o'rnayotdi. Endi bo'lsa, intizorning yuki texmi ig'irlashdi. Siz onunga yo'qolan talabni qo'ymay, yaxshi moslashib, ko'nglini ufdi. Sizga tan lozimmi yoki muhabbat lozimmi? Buni obdan o'ylashing. O bu qitim sizga bir fursat berdi. Fursatni chang tutib, kechda bizning uyga kelib, uningdan kechirim so'ra. Siz onundan ayrılgan gününüz istiqbalim tugashdi deb o'ylasangiz bo'ladi. Chunki sizning uni haqiqiy yaxshi ko'rdigingizni bilaman. Shundaq bo'lgandan uning qalbidagi yaxshi obrazingizni saqlab, uning ko'nglini ufitishga tirishing. Uning dadasi va sizdan boshqa yaqin odami yo'q. Uningdan yomonlashning o'rniga mehr bering. Köyni balig'i yeting. Shundaq bo'lganda u sizni qabul qiladi. Agar bu gaplarim etingizni o'tgan bo'lsa, kechda mening uyimga keling. Tursunay shundoq deb gapni tugitibla mashinadan tushib, aldirash ichiga kirib ketdi. Har holda intizor bilan ikkimizning ishida umid bor bo'ldi. Amdiki gap kechda uningdan qanday yo'sinda kechirim so'rash. Shu haqida bishim qetib turganda Soniyadan telefon keldi. Men uning bilan paranglashib telefonni uzib o'tgandan boshlab, u bir necha qitim telefon qilgan edi. Vay, yezna, siz qanday qildingiz? İşlarning hammasi yaxshilanishga qarab mangdi. Hozir ular menga telefon qildi. Ularning shirkati vakolatan qurilish qilishga tanlanibdi. Burunqi hisobot kuchga ega bo'ldi. Aslida tanlangan shirkat saxtlik ishlatganligi uchun ularning hamkorligi bekor qilinibdi. Qaltis ekansizmi? Mana bu ishni havola qilgan shirkatdagilar sizni maqtab, og'zining nemi qolmadi. Siz uchun bir ziyofat hozirlamoqchi. Qachon vaqtingiz bor? Dedi u telefonni elibla hayajon ichida. Uning gapini anglab yenik bir tinib qo'ydim. Chunki bu bishimni og'ritadigan ishning birisi bo'lib, mana hozir o'zligidan hal bo'lgan edi. Kichik ishlarga bu. Azroqli kuchab qo'ydim shu. Ular rahmatimni yetib qo'ying. Bir kun sajitim tushganda ularni izlab boraman. Ma'qul bo'ladi. Lekin siz qanday qilib? Bo'ldi, u ishlarni so'ramang Saniya. Bu ish uchun mening qanchalik badal to'laganligimni bilib qolsangizlar bo'ldi. Xo'sh, amsi men aldirashdim. Men shundoq deganimcha uning gap qilishiga fursat bermasdan telefonni qo'yib etdim. Hamma ishlar yaxshilanishga qarab o'zgaryapti. İşlerimni o'ngishli qilib oldim. Yenimga pul kirdi. Mening shirkatga qilgan osiyliqim oshkorlanmadi. Buning uchun Subatga rahmat aytishim kerak edi. Lekin u nimishga yo'qab ketadi. Aslida u shirkatga kelib, mening qilganlarimni oshkorlash kerak edi. Balkim buningda cho'qim bir sabab bor o'xshaydi. Bo'ldilar. Uyga berib, aram elib, kech bo'lishini saqlab, kechda Tursunayning uyiga berib intizordan kechirim so'rab qaytirib kelay. Men o'zimga shundoq deb pichirlab, o'zim yezib, qaysi bir naqshining ahongini keltirib aytadigan intizor degan naqshamni g'ingshib aytganimcha uyga qaytib keldim. Eshikdan kirishimgila yan telefonim sayrab ketdi. Kelgan nomer notanish nomer bo'lib, kimligini bilib beqish uchun telefonni oldim. Vay, sen ziyo bo'lamsan. Dedi qarshi tarafdagi odam to'ngluq bilan.
uning to'nliqidan nirvam o'lab tursimu javob berishga majbur bo'ldim. Ha, men shu. Sen kim o? Nimishing batdi? Dedim men bu to'nliq bilan. Meni sen tanımaysan. Lekin hamon bir kuni tanib qolasan. Sen sabablik bizning shirkat cho'ng ziyon tortdi. Buning hisobini berasan-ku deyman. Dedi qarshi taraf tahdid talaffuzida. Nimda atsa voy? Men seni tanımsam ya, qandaqsiz sening shirkatingiz ziyankesh qildi ekanmi? Qiziq gap bo'ldi-da bu. Meni xato tunib qapsa. Men shundoq deb Sardi bilan telefonni qo'ymoqchi bo'lib turishimga qarshi taraf yana yig'iz ochdi. Telefonni qo'ymay tur. Avval sana bir odamning ovozini anglataman. Bu odam sen uchun muhim-ku deyman. Qarshi tarafning shundoq deb gapi oxirlashi bilan telefon Soniyaning ovozi anglandi. Meni qutuldirib elingizni. Bu ovozdan tanıgansan? Dedi qarshi taraf bu ovozda. Soniya, bu nima gap? Siz ular bilan nima ish qilasiz? Lekin gapim javobsiz qoldi. Agar sana bu qiz lozim bo'lsa, men degan yerga 200 mingni elib darhol kel. Dedi yiliq natonish odam. Ey, u qiz bilan mening aloqam yo'q. Qanday qilgin kelsa shunday qil. Endi meni avar qilma. Dedim ulan sinab bakmoqchi bo'lib. Bu qizg'u lozim emaskan. Ayoling'u lozimdi. Sening bu qiz bilan koring bo'lmasa, biz uni qanday qiladiganligimizni sana deb beraylik. Onun bilan o'yin o'ynab, ko'nglimizni xush qilgandan keyin yalang'och rasmini to'rga tarqitib, sharmanda qilamiz. Yana sening ayolingmi bu? Buningga parvo qilmasang, ayolingni tutib akilib, onunga qilgan muomalani onunga qilamiz. Anglasam, ayoling xeyli chiroyli ekan, ha? Qarshi tarafning bu gaplari bilan masxirlik kulkisi nervlarimni jiddiylashtirib, ochiqdan badallarimni titirtdi. Sana deb qo'yay. O qizga chiqilg'uchi bo'lma. Agar chiqiladigan bo'lsang, kim bo'lishingdan qat'iy nazar yuz xotir qilmayman. Sang pul lozim-ku? Bo'ladi. Pulni sang berma. Lekin men bag'ucha uning bir tal mo'yg'imi tegmaysan. Qani, o'rningni dappa. Men hozirli boray. Dedim men o'zimni tutulishga tirishib. Aslida Soniya bilan karim bo'lmaslik kerak edi. Lekin qarshi tarafdagi erning qilgan gaplari o'g'imni qayntib qo'ydi. O'zimning qandoqsiga ularni ranjitib qo'yganligimni hech aslayolmadim. Demisimi, mushkamgacha birasiga yomonlik qilib baqqan odam emasman. Men u odamning deb bergan adresini esimda ching saqlab olgandan keyin birdan qandoq qilish to'g'riliq o'ylashib, tuyuqsiz so'z sanoat ma'muriy boshqarish idorasining boshlig'i Xoliqni xiyolimga keltirdim. Va chaqmoq tezligida kallamga bir plan keldi. Yinimdan telefonni elib darhol Xoliqqa telefon qildim. Vay, gap qila, nemishing bor? Dedi Xoliq telefonni elibla to'ngliq bilan. Qaraganda u mening nomerimni obdalla taniydigandek qiladi. Xoliq aka, sizga deydigan jiddiy gap bor edi. Ha, nima gap bor edi? Tilingni chaynamay, qoch demamsa. Dedi u gapimning oxirini chiqarib bo'g'icha. Bu anangni parxur. Sening oshnangning ishini demisam, men bundaq avorchilik tortib yurmaydim. Nimanga yo'qolib qilsa? Men ichimda shundoq o'ylaganimcha maqsadimni uningga uqtirdim. U gapimni anglab birdam jimib ketgandan keyin ig'iz ochdi. Men qaroz ya. Onun bilan sening qandoq munosabating bor? Ajab o'ltiramay qopsa. Qaraganda meni izlashningmi hojati yo'qda qilamdi nima? Xoliq aka, bu sizning nima deganingiz? U degan mening qiyin singlim juma. Dedim men uning gaplariga nima deyishimni bilolmay. Ha, mundaq degan. Men xato tushunib qolgan o'xshayman. Qara, bu ishni sen qanday hal qilsang, shunday hal qil.
Lekin uni saq salomat elib kelishing kerak. Mening ishim bor, meni avar qilma. Uning bir tal mo'yini kam qilmay qaytirib kel. Agar uningga ozroq zararchi azor yetib qolsa, mendan yomonlama. Eliq qarang'u uyni unutib qolmagansan? dedi u buyruq talaffuzida. Xoliq aka, men shu sizni birga borarmikin degan. Nima? Sen bana buyruq soqmoqchimi? O'zingni bilib yur. Bo'ldi. Xo'sh, uni saq salomat qaytirib kel, ha? U shundoq deginicha mening gaplarimga quloq solmasdan telefonni qo'yibdi. Achchig'imda telefonni yerga atmoqchi bo'ldim-yu, oldimda turgan Xoliqqa qarab, qo'lim havoda laylagandek to'xtab qoldi. Xoliqqa, siz bu yerda? Men bu yerga kelsam bo'lmamdi-kan? Bu yerdan texi yaqinda bir uy setib oldim. Amaliyotda boyatin men seni ko'rgan. Qarasam telefon uryapsan. Shu hamon menga telefon keldi. Shunglashqa birdam sen bilan o'ynashib qo'ydim. Boyatin deganlaring rostmi? So'radi u kelib men bilan ko'rishib bo'lgandan keyin. Albatta rost. Boyatin tex telefon keldi. Ularning maqsadi nima ekan? Ular qandaqdir bizning shirkatning ishini sen buzib qo'yding degandek, ishtoq gaplarni qilyotdi-ku. Yana kelib 200 ming yuan talab qilyotdi. Qaraganda bu sening topgan ishing ekan. Degina, nima qilatding? Boshqalarning ishiga aralashib. Dedi u norozi bo'lgandek. Menga ishining Xoliq aka, men azaldan birisining tishiga tegib boqqanimni uqmayman. Bo'ladi. Lekin mening hozir bejirmasam bo'lmaydigan jiddiy ishim bor edi. Muxtarga telefon qilib qo'yay. U Astriddan sana moslashib bersin. Amal bor, pulni bermaydigan. Odamni saq salomat qaytirib keladigan ishni qilaydi. Dedi u ko'p o'ylab turmasdilla. Aslida saqchiga xabar qilay degan. Lekin undaq qilsam ishqinglarning munosabati oshkorlanib qolarmikin deb o'yladim. Shunglashqa sizga telefon qilishim edi. Ancha e'tibor qilmasligidan ansirab. Sarang bo'ldingmi? Saqchiga xabar qilsang hargiz bo'lmaydi. Hozir uning qo'rsqida mening bolam bor. Tekshirib aniqlab qolsa, men oshkorlanib qolaman. Yaxshisi bu ishni joyida hal qil. Chatoq chiqib qolmasa. Agar pul berib tugaydigan, etadigan ish bo'lsa-mi mayli. Dedi u sal jiddiylashib va keyindan qo'shib qo'ydi. Bo'ldi, ko'rishadigan yerning adresini menga aytib berib, sen menga ochtirg'ay. Muxtarga telefon qilib qo'yay. U shundoq deguncha aldirash ketib qoldi. Men mashinani o't oldirib, qarish taraf yetib bergan adres bo'yicha shaharning sirtidagi qish-yoz qarg'ay bilan ko'kirib turadigan tog' bag'ridagi sayohat o'rniga yurib ketdim. Bu sayohat o'rnining ko'lami bakli cho'ng bo'lib, ko'k bilan tang bo'ytalishib, qad ko'tarib turgan egiz tog' cho'qqalaridagi yap-yeshil qarg'ay daraxtlari bu yerning go'zalligiga alayda o'sin qo'shqa edi. Tog' bag'ridagi quyuq o'rmonliqlar va odamning bili bilan tang o'sgan o't cho'plar har qanday odamning hayajonli hislarini uyg'otsa, taşdan taşqa soqilib o'ynashib eqiyotgan supsuzlik tog' suvlari dillarga huzur beradi. Odatda bu yerda hozirgi vaqtlarda sayohatga chiqadigan odamlar bir qadar ko'p bo'lib, ularning ko'rish uchun bu yerni tanlaganligiga ajablanib qoldim. Mashina tog' yo'lida 1 soat atrofida mang'andan keyin ular deb bergan yo'linish bo'yicha bir och yo'lga to'g'ri kelib qoldim. Men qaysi yo'lga mangishimni bilmay qarshi tarafdagi odamga telefon qilmoqchi bo'lib turishimga yo'lning chetiga to'xtatib qo'ygan qorong'lik bir minibus signal berib to'xtagandan keyin mashinadan parchada ishtini, putiga tanharakat oyig'i, uchisiga oq kaltiyangan sarkiyib, ko'ziga qorong'li ko'zoynak taqib olgan 30 yoshlar chamsidagi bir yigit tushib, mashinamning qishiga keldi. U mendan sen ziyo bo'lamsan deb so'ragandan keyin mendan ha men shu degan javobni ilib, mashinani bu yerga to'xtatib qo'yib, meni o'zining mashinasiga chiqishga buyurdi. Men uningga itoat qilib, mashinani yo'lning bo'yiga to'xtatib qo'yib, ularning mashinasiga chiqdim. Mashinaning ichida uningdan boshqa yana 2 odam bo'lib, ularning chiroyiga qaragan har qanday odamni surbasatdi. Mashinaga chiqishimga ular mening yon telefonimni tortib olib, bir qarlatdi bilan ko'zimni tingib qo'ydi. Bu yoqqa minishdan burun
telefonimdagi o'rin belgilash sistemasini ichib qo'ygan edim. Lekin ular ichidagi so'zlish kartasini ilvitibla telefonni etib qo'ydi. Endi Muxtarning meni izlab tepishi mumkin emas edi. Mashina agri-bugri yo'lda necha choy qilib, Katanga tushib degandek 40 minut atrofida mang'andan keyin to'xtadi. Ikkilan mening ikki bilkimdan tutib mashinadan tushirgandan keyin birdam tashliq yo'llarda putlashib mengib, yuqoriga qarab o'rildi. Yuqoriga o'rilgan sari yo'limiz ravallashib, yumshoq o'cho'plar qo'yib o'sgan bir bo'shliqqa yetib keldik. Balkim bu yer tog' to'pisi bo'lsa kerak. Salqin shamol yuzlarimga urilib turardi. Ularning keldoq deyishi bilan ko'zimni tang'allatib ilvitilib, ko'z oldimda yop-yeshil o'cho'plar bilan purkangan qarg'aylar ko'kirib, qad ko'tarib turgan go'zal bir manzara namoyon bo'ldi. Lekin mening hozir bu go'zal manzarani tomosha qilishga ra'yim yo'q edi. Oldi tarafdagi qarg'ayzorlikning orasida hashamatlik bir dacha qad ko'tarib turardi. Yiliqi men dastlabda ko'rishgan padichilar ishini kivolgan yigit endiki xabarlashish apparatini qo'liga ilib, "Xo'jayin, odamni ilib keldik" deb xabar qildi. Apparatdan ilib kiringlar degan buyruq kelishi bilan yiliq ishkaydan mening qo'limni kayniga qayirib bog'lab ilib mangdi. Dachining darvozasimi avtomatik ichiladigan bo'lib, ularning o'z oldiga maxfiy paroli bor edi. Yiliq padichishdan kivolgan yigit darvozaning oldiga kelib, "Ahmet, eshikni och, eshikni och" deyishi bilan tangla eshik o'zligidan ichilib ketdi. Tuyuqsiz bir ishni o'ylab qoldim. Mushundaq hashamatlik dachisi bor. Texi qo'llarda uningga sodiq odamlar bor. Bir shirkatning xo'jayini qandaqsiga mendek odamdan 200 ming yuan talab qiladi. Bu ish salbiy normal turamdi qandaq. Cho'qim buningda boshqa bir sabab bo'lishi mumkin. Men shularni o'ylab sagaklashdim. Endi o'zimga tayanmay bo'lmaydi. Bu dacha 2 qavatlik silingan bo'lib, to'rt atrofi yeshil qarg'ay daraxtlari bilan o'ralgan. Dachining sirti butunlay qizil sirda sirlangan bo'lib, dachining ichiga to'xtatib qo'yilgan qimmatbaholiq ikki mashina bu yerning xo'jayinining haqiqatan puldor ekanligini ko'rsatib turardi. Dachining atrofiga butunlay chim yotqizilgan bo'lib, yon tarafga yo'g'on bir suzish ko'li o'rlashtirilgan edi. Men dachining hashamatligiga qarab, og'zimni ichib turib qoldim. Amaliyotda chet elning kinolarida bunday hashamatlik dachini ko'rganim bilan amaliyot ko'rishim tunji qaytamaydi. Ular meni dachining ichiga ilib kirmasdan, dachining keyin tarafiga ilib berib, yer ostiga tutashgan palampay bilan yer ostiga ilib tushib, yo'g'on bir uyning ichiga kirgandan keyin o'rindiqqa o'ltirg'izib, qo'limning keyinini bog'lab qo'yib chiqib ketdi. Men uy ichiga sap soldim. Yer ostidagi bu uy odatdagila bizilgan bo'lib, qaraganda ularning nazkirab qo'ydigan uydek qiladi. Ular chiqib ketib, 10 necha minutdan keyin yiliqi ikkisining hamrohligida ko'ziga qora ko'zoynak taqab, kulrang padichishtini bilan kostyumni moslashtirib, beshiga paxtak tuki kapki kiyib olgan birisi kirib keldi. U kelib, oldimdagi o'rindiqda o'ltirgandan keyin ko'zoynakini ilib etdi. Uni ko'ribla vaqirib etdim.